Mikrotiya, ya'ni quloq suprasining tug'ma bo'lmasligiga bugun to'xtalib o'tamiz. Ko'p savollardan biri bu bemorni necha yoshda operatsiya qilish mumkin? Quloq suprasining kattaligi 5-6 yoshda katta yoshli bemorlarning 85-80% lariga to'g'ri keladi. Demak, chet el adabiyotlarida bemorlarning 6-7 yoshdan boshlab mikrotiya operatsiyalari qilish mumkin. Lekin bemor 14-15 yoshda qulog'i kattalashganligi sababli ushbu quloqlar ikkinchi quloqqa nisbatan kichikroq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bemorda jelatinni 14-15 yoshda qilingani ma'qulroq bo'ladi. Bu birinchi savol. Ikkinchi savolimiz esa demak, quloqning eshitish yo'llari ba'zida bo'lmasligi mumkin. Va bu eshitish bilan bog'liqmi? Ya'ni eshitishga qanchalar ta'sir qiladi degan savol bo'lishi mumkin. Mikrotiya bor bemorlarda quloq ichki deformatsiyalari turlicha bo'lishi mumkin. Bemorga birinchi o'rinda MCT tekshiruv qilinadi hamda eshitish bilan bog'liq bo'lgan turli xil sinamalar o'tkaziladi. Agarda bemorning MCT'sida, ya'ni suyaklar orasida eshitish yo'llari aniqlansa, ya'ni bor bo'lsa, bemor keyinchalik operatsiyadan keyin eshitishi mumkin. Yoki MCT'da bemorning ichki quloqdagi maxsus organlar, ya'ni anatomik strukturalar, tunnellar yoki kanallar shakllanmagan bo'lsa, unda operatsiyadan keyin bemor oldin qanday bo'lgan bo'lsa, operatsiyadan keyin ham shunday eshitishi mumkin bo'ladi.